Gendini tanıysizlar mı? Müş Tianjin şehirlik. Hindistan'ın bu devlet atısı deb atalgan, bu Gendinin bütün dünyanı boysundagan karakteri nimasi samimiyet bilan boysundaganchimi? Amma Gendi hech kimga samimiy bo'l deb baqqan inson emas. Bir umrida bir odam nasihat qilmadi. Faqat o'zi samimiy bo'lgan. Uning samimiyatidan butun dunyo ta'sirlangan. Bir kuni bir ayol 6 yoshli o'g'lini Gendini boshlab bordi. Efendi, o'g'lim sizga bek cho'qindi. Har qanday gapingizni anglaydi. Mush o'g'lim yaqinda kampdan chiqib tishi qurtlab ketib bordi. Xapamaymish balamga. Balam, kampdan chiqima deb qo'ysangiz men sizdan to'limda xursand bo'ldim deb. Shunda jiroq yadin keldi. Kelgan keyin Gendi bu odam qarab boyaga. Bo'ladi, ammo bir oydan keyin keladi. Boyalar Gendining gapini jiramay ketdi, bir oy saqlaydi. Bir oydan keyin keldi. Yana Gendini keldi. Mahatma degan hurmat ismi emas keldi. Mahatma, men tundingizmi? Tundim bir oyni oldida keling degandim. Men keldim, balamni ek keldim. Gendi bala qarab bir leg'iz gap qildi. Balam kamptiyman. Tuydi. Boyanda qarab hayron qoldi. Efendi, bu gapingizdan bek minnatdor bo'ldim. Ammo shennatgan bir yerim bor. Mushundavi oddiy gapni bir oyni oldida deb etgan bo'lsangiz, men bu dumchiq o'tirib ketib avarlab kelmaytinmasma desa, Gendi kulib ketib bir oyning oldida menmi kampitiydi. Bu Gendi nim demek ise men bir ayın aldım menmi kempit ettim. Bu balığa kempit yeme etsem olmaydı dedi. Gerçi bu balığın kempit ettiğini bilmez mi? Ağabeyinin çin hissiyatımda çıkmaydı dedi. Men muş balığa kempit yeme diye için men bir ay üzem kempit yemedim dedi. Şuna Gendi hakikat izleyen kitabının 2. babında mundaq bir gapni qiladi. Be the change you want to see in the world. Be the change you want to see in the world. Bu nima degan gapsa, sen atrofingda qanday o'zgarish ko'rmoqchi bo'lsang, sen shunda o'zgarish ko'zgar. Shuni aytamsan ya. Be the change you want to see in the world. Bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan ota-onalar. Nima bizning ota-onalarimiz mag'lub bo'lgan? Chunki ular doim bolalarga o'zi qilolmagan ishlarni majburlaydi. Nurg'un ota-onalarni ko'rdim. Yo'lkun tutib oldim. Televizor qarag'ach. Balam, dünyada emmedin şu ügünüş kılış mühimcima? Ügünüş kılma, huzurluk şokçuma balam? Tırışma sağlamaydı. Ben nurgun otur mekteplerde liksaya çözdüm. Ata-analar var. Okuvuşları var. Ben onu dedim. Ata-analar turuptu. Men sizlarga bir gapni qilaman. Birinchisi ota-onang do'rimang dedim. Men sizlarga tirishinglarmi demayman. Men sizlarga tirishinglar demayman. Men sizlar bilan birga tirishman dedim. Men o'lib ketaman dedim. Nega o'lib ketaman? O'laman-ku, o'lmam. Men o'lib ketsammi dedim men. Men qabr teshimda sizlar Ali ma'lum tirishib etib o'ldi degan xatlarni ko'rsizlar. Men harga tirishinglardim. Balki men sizlar bilan birga tirishman dedim. Shuni aytamsizlar. Shuna siz qanday o'zgarish ko'rmoqchi bo'lsanglar, be change you want to see in the world. Sen shunday o'zgarishga o'zgar. Bu bek muhim. Chunki sizlar o'g'in, sizlar farzandlik bo'lsizlar. Sizlarning turmushidan qaynamlab chiqib ketisizlar. Qizlar uyga kristal qashlarni tizib boshlasa, o'g'illar mashinani g'amiga tushadi. Degandek. Ammo sizlar bu narsalarga qiziqqanlar uchun bolalar albatta bu narsalarni ko'rib cho'ngdi. Chunki onu anglash nerviga 3% nerv ketadi. Kurashga 12%. İnson do'raydi. Tushunarlimi? Anglamaydi nima qildi ekan? Do'raydi. Men istiqbol sahnasida Sunukungni misol oldim. Sunukungning maymun bolalarni boshlab shoqiratmadan o'tadiganini. Sunukung shoqiratmadan o'tmasdimi? Asli maymunlar o'talaydi. Tushunarlimi? Ammo hech kimning o'tganini ko'rmagachga ular o'tolmayman dedi. Yakunladimi? Bo'ldi o'tolmaydi. Ammo Sunukung o'tdi, oqidil ul nima qildi? O'tdi. Bu bek muhim narsa. Shuna kishilardan mush narsani o'zinglar
Uycanlık kılıçlar, uycan kültürsüzler. Biz bir sınav işlep baraylı, kulağını çıkaranlar mı Allah? İkiz götürenler. Değil mi? Ay siz bunda gendidek çıkardınız. Ha, bunda açılayım ha. Oturup olmayın. Tek kızımız. Tek kız olma. Hasta. Yüzümüz koyumuz bunu. Ve yüzümüz koyumuz dedim mi? İnkimiz koyumuz. Sana köp kısmanlar olmasa edebiyat tili duqavatkanlar. Men Uygurca yama iç qilib yüzümüzde qo'ymaymiz desam, yana men ayag'icha davrdan. İnki qo'ymiz. İnek qo'ydik ha, biz inek qo'ymiz. O'xshashmiz. Şu an mening tashabbus qildig'im nimasi ko'pincha vaqtlarda nimani tashabbus qilmasa dal shuni eslasam. O'zim tashabbus. Shu men nasihat qilmayman. Men faqat o'zimning ro'yit orqali uzun muddat biz nima qilib qolgan desa, uzun muddat biz qabrlarni aqtirishga boshladik. Burunqi odamlarni so'rab chiqish boshladik. Mahmud Qashqir dedik, Yusuf Pasaj dedik. Bo'ladi. Hurmatlaymiz. Ammo yetib oshidi ular. Bo'ldi. Ular muzeyxon deyishdi bo'lardi. Tushundingmi? Hurmat qilmagan emasmi? Bo'ldi. U bilimni bo'ladi. Ammo hozirga aplashmaydi u bilimlar. Tushundingmi? Men hozir o'ldim jiq bizning bilma. Jiq bilmayman Mahmud Qashqir Yusuf Pasajni jiq nas bilma. U ingliz bilmaydi. Hiç bilmaydi. Ularnikini men bilaman, chunki o'qib oldim. Mening leksiyasini anglab boqmadi Allah. Bilmaydi. Uni bo'ldi ashta hurmatni pat aslab qo'yamiz. Qish uni qidirib tadqiqlashning hojati yo'q. Shuni aytamsa, bu oxiy ish. Men muhimi sizlar Yusuf Pasajni deb qanlar. Men muhim. Neymişqa men tirik emasman. Men tirik. Sizlar ma'lum so'zlab pasında 5-6 odam chiqibdi ekan men so'zlatdim. Sizlar yolvurib, yilg'o xayba ishlabsizlar. CCTV'da e'lon bersa olim qopmaydi Pasaj. Qopam deya bir leksiya so'zlab keldi. O'ldi, bo'ldi, tugidi, tushuna olaman. Men nima demoqchi esa ularni jonini soyis qilolmayman, tushuna olaman. Sizlar bo'la olaysizlar. Bo'la olaysizlar? Bo'lamamsizlar? Voy, bo'la olamiz. Hammamiz bir ruh. Bu ruh degan ajoyib katta narsa bu. Siz nimaga aylanmoqchi bo'lsangiz shuni aylana olasizlar. Shuni aytamsizlar-ku. Uni o'zimizga soy qilib olmay, undaq olimdan necha ming chiqis bo'lardi Uyg'urlarda. Nima ish qilsa Uyg'urning asli ginda aql zapsi to'lgan. Attiylar. Hemen qug'un deyapsizlar? Qug'un men de 4-5 tilini bilma, hech qanday tilning tehi biror millat qug'un deyolmaydi. Nima ish qilsa birisi qiyne mumkin emas qo'm chiqarish. G'iyni ma fransuzlar aplab do'raydi, uldan boshqalar chiqarolmaydi, qiyni hech qanday millat chiqarolmaydi. Endi o'ylanglar, kichik bola kogun deydi. Kogun yeyma deydi. Bu cho'ng'ulab, kogun deydi. Anandan keyin resmiy aql yetilganda kogun deydi. Biz qug'unda chet elliklar tek kogun demasmi? Har qanday ingliz so'rab chet ellik chiqdi-ku bu yerga. So'rab qolganlar, hammamiz kogunlam deydi. Men bir irlandiyalikka qiyin o'tib qolmay 3 oy aplashdim. Qiyinsam emas qatsam. U mumkin emas ekan demaydi. Biz har qanday bizni masalan inglizchaga TC degan gaplar yo'q, ammo biz kunligini olamiz emasmi? Uyg'ur har qanday tavib chiqara oladi. Mushning o'zini nimadan direkt berdi bo'lsa, dal bizdagi gin yaxshi. Sizlar ras qilayotgan mayli Mayun bo'lsin, mayli Steve Jobs, mayli Bill Gates, mayli Einstein, mayli yozuvchilardan kim bo'lsin, uning amaliyotda gindi cho'lsa bizning aqlliq emas. Shuni aytamsa-ya. Ammo ularning oshi bor ginni taraqqiy qildirish kuchi qilib ketgan. Yahudning aqlliq deydi.
Mening bir o'qituvchim Yahudi edi. Men bir yil shu sejishda o'qitish edi, ingliz tilini. Aqlliq emas ular. Yahudni aqlliq degan qalayimdan yolg'on gap qo'yib, tushuna olaman. U aqlliq emas, u to'xtamay kitob ko'rdi. Kitobdan ko'rdi. Uning bilan nima bo'lib ketganki? Aql. Resmiy aqlni biz geni desak, Uyg'ur dunyoda eng aqlli millat. Tushunyapsizlar ya? Men dilni ko'rasizlar uni. Men shunga hurmat qilmay bilmayman, ammo men ularga havas qilmayman. O'tganda liftda bir bol jo'g'irib ketdim, ma'lum, nima bo'ldi? Siz Eynishtanga o'xshaydi ekansiz. Achchig'im keldi, sen meni ashundaq bir dinsiz, nasaralik o'xshatamsan. Ma'shum bo'lmaydi. Yama hurmatim qo'zg'algan bo'lsa, Eynishtani berib, Eynishtan. Sen bizning Alimanga o'xshaysan. Unimi shu o'ylanglar, unimi o'xshash bir xotin tug'di endi. Quvg'in demaydigan xotin tug'di. Bir tug'am deya. Bir tug'ib birsizlar. Biznimi quvg'in deyaladigan xotinni tug'yotdi. Quvg'in deyaladigan ashundaq bir ulug'ani tug'yotgan ekan, bizmi quvg'in loyiq ish qilishimiz kerak. Şu an nurg'un vaqtlarda mening tushunmaydiganim nimasi, nima bolalarda o'ziga ishonish yo'q. Bunimi to'g'ri tushundim. Chunki tek bizning Uyg'urlarchida o'ziga rasmiy ishingili bir odam chiqmoqdi. Ba'zi natijalar chiqibdi. Ammo bularning hammasi kamtar bo'lib keladi. Tushunolmayman. Ojizlikni kamtarlik deb biz nima qilyapmiz? Yushirib olgan. Tushunyapsizlar ya? Kamtarlik. Kamtarlik degan resmiy ma'lum bir ishni vujud chiqarganda bo'ladigan narsa emas. Tushunyapsizlar ya? Hiç qilmayli kamtar bo'lsa. Bir bola shunda bir xotin olib qopti. Shundan buni bo'g'isi olmoqchi ekan. Bo'g'isi qiynatsa bu bolani chaqirib, "Balam, qizimni oladi ekansiz. Bir mundaq igrik tikilgan bolamisiz?" "Ya." debdi. "O'yimdaz bir xizmatimiz bormi?" "Ya." "Biz bilan mundaq bir soda uning bilan shug'ullanamsiz?" "Ya." Nasıl atanızdan kalan bir pul var ki ya. Bundan bu kızımla kanda bakarsınız dese, ben kemter dikti. Ben çok bir artık şoklarla o bolsun kemter deyip durabdı. Hem bu nemeden direkt bir de olsa üzük işiniş bilen kibir okşamaydı. Şunatamsızlar ya. Ma biz üzük işinişine kibir nim kılıp algan kemmiz. Nurg'un odam ba'zida hamda bizning o'zimiz shuloq, ba'zi odamlar bo'ldi, hamma odamni sinikal deymiz, gumonxo'rlik qildi. Kibrda. Amaliyotda menda qilish kibr yo'q. Tushunyapsizlar? Mujinchilik kibrim bo'lsa, men yavluda chiqib oyoq maylamaydim. Tushunolmayman. Xo'msang bo'lib, xo'msho'z etib qo'ymaydim. Xo'msho'z etib qo'ymanchi men ijara kelib. Xo'msho'chilik. Mening mancha kibrim bo'lsa, men o'zimdan tuven ko'rgan odamni, nurg'un odam tuven ko'rgan odamni men qirindishimda qabul qilmaydim. Nurg'un odamlar tillayotgan ishlarni men qabul qilmayman. Menda qilch kibr yo'q. Meni bo'layotgan narsa esa o'tliq bo'lgan o'zik ishni. Tushunyapsizlar? Ammo sizlar amaliyotda dal mening ko'zimdan asl o'zimni ko'rsam bo'ldi. Tushunyapsizlar? Mening ko'zimdan kimni ko'rishim kerak ekan, o'zimni ko'rishim kerak. Neymiş müzik işiniz bunca olamıyor. Zat qandaq narsa bunca olamıyor. Endi biz psixologiyada bir narsa deb taqilamiz. Ang, yushurun ang deydigan ikki narsa. Ang va nima? Yushurun. Ma ang degan bizning 20% taqdirimizni belgilamaydi. Ammo bizning yushurun angimiz shu desa 80% taqdirimizni belgilab qo'ydi. Yushurun ang degan zot nima? Qandaq narsa yushurun ang deymiz. Yushurun ang deganimiz bizga odatda bizning tunish doiramizning sirti bo'lib qolgan. Kichik vaqtimizda cho'ng bo'lash jarayonida biz yakillab olgan aqliy yakunlarni biz nima deydi ekanmiz? Yushundan. Aqliy yakun degan nima esa, masalan, mening dadam mandaq, mening opam mandaq, yoki biz Uyg'urlar mandaq, yoki mandaq deb yakunlab, men hech qanday ish qila olmayman deb yakunlab qo'ydinglarmi? Undan keyin har qancha tirishsanglarmi, o yakuning nima qilib chiqadi ekan, tatib meni yurdi. Tushunyapsizlar?
Yuşunu ang degan narsa men to'planib qolgan bir yakun. Kichik vaqtimda uyda bizga bundaqa idoradan meva taqib birdi. Tavus, olma deydigan. Mening ham dadam 60 bo'lganda ekan. Bunda mevilni bunda qo'yib qo'ymaydi. Maxsus o'zining bir shu yo'g'on bir qulupi bordi. Shkaf seputdi. Men uyga mehmon kelsa bexoshlab ketdim. Mehmon kelsa shkafdan chiqdi. Shundoq bir kunlarda mehmonga qoldi. Mehmon kelgandan keyin tavuzdan bir necha tavuz nochib tavuz. Tavuz bir necha chiqdi, pishdi. Ham bu tavuzning pishgan vaqtda hamma bizlar dastlabki sal kichik pishildi. O kichik pishilib o'ttirib kelgan yo'g'nab bu, tushunolmayman. Qanday yana kichiklab ketdi. Balliq davrim. Hamma aldirab tavuz ko'ymagandan keyin şu nurg'un mehmonning oldidan men eng cho'ng'ila mushunda aldim. Mushunda bir yey deb turishimga quloq qildim. Ağzı buzuq adam dedim. Sen nimde baktın ahlaksız nima ekansan? Mushuncha ola mehmonning oldida sen eng cho'ng'iyamsan. Qaramoqqa bu tarbiya to'g'ri deb turdi. Tushunolmayman. Amma bexata tarbiya. Endi bu yer nim bo'ldi desa, men eng cho'ng tavuz yatganda dadam qattiq urib etganlik uchun quliqimga men nim deb o'ydim sen. Mehmonning oldida eng cho'ng desan bo'lmaydi ekan dedim. Mehmon kim? Mehmon degan shu haq deganning mundaq yumshoq atalishi u endi. Haqlar uyga kelsa mehmon deb ataladi. Haqlar uyga kelsa mehmon deb ataladi. Men xeli bir mezgilgacha bu xil shartlanishma, ama shartlanib qilishma o. Biz buni keyin mana Kern Horney'ning success neurosis deydigan bir kasali bor. Ijod qilgan Kern Horney. Success neurosis degan nimasi? Muvaffaqiyat qozonishdan qo'rqish kasali bormi? Ya'ni birinchi ulashdan nima bo'lash kasali bor ekan? Menda dal shu kasal bo'libdi-da. Shu men maktabda doim ikkinchi yo'limi keyin birinchi bo'lib qoldim. Keyin mush nim qilsam-mo, hamma odamning oldida eng yaxshi narsadan huzurlansam bo'lmaydi degan narsa yushini ham sinib ketgan ekan. Tushunolmaymi ya? Xuddi bir kambag'alning bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi, boy bo'lsam bo'ladi deydi, ongli qoldi. Tushunolmayman, ammo uning yushini eng nim deb o'ylaydi, men kambag'alning bolasi, men boy bo'lsam bo'lmaydi deb o'ylayapti. Uning ustiga bizga eng cho'q xatolik nimasi? Afandimdek odamlar, afandim bilsanmi? Nasrda afandim bizga ig'ir darajada ziyon solgan. Nima ish qilsa, u kambag'alni tillab baylarni maqtagan. Tushunatamsizlar? Shunga bizlar yaxshi odam bo'lish uchun baylarni tillab, kambag'allarni maqtab qo'ygan. Shunga bizning o'zimizning ko'z qarash nimasi yaxshi odam bo'lish uchun yushunanda tabiiy nomratlish kerak deydigan narsa bor. Yushunandingizmi? Nima ish qilsa biz nomratni yaxshi deb qaraymiz. Nomratlik degan jinoyat. Jinoyat? Chavak salsan bo'lsin. Ammo sizning nomrat oila tug'ilib kelishing jinoyat emasmi? Ammo eng oxiri nomrat oila o'lishing jinoyat. Chunki shu oilani sizlar. Men demoqchi tavuz vaqasidan keyin nim bo'lgan desa. Tavuz vaqasidan. Menda eng cho'ng tavuz. Bu cho'ng tavuz nimaga aylandi? Pulga aylandi, o'qqa aylandi. O'zimni bir xil namoyon qilish, nurg'un vaqtlarda men o'zimni to'yin qilish psixikasi paydo bo'lib qolgan. Uyg'ur sindromidan 3 bor. Men bir kitob yozyapman, Uyg'ur sindromi degani Uyg'ur zunxijim. Zunxijim. Ya'ni bir millat xarakterli kasal bo'lib ketgan. Birisi o'zini to'yin qilish psixikasi. Tushunolmayman? Ishini tuyg'usi degan narsa, o'zini to'yin qilish psixikasi. Yana birisi kamtarlik kasali bo'lib chiqdi. Kamtar bilashqamroq. Tushunamsizlar ya? Uchinchisi nimasi? Dal success neurosis. Ya'ni putuq qozonishdan nima? Qo'rqish kasali. Chunki uzun muddat bo'lib ketdi bizga. Filallık tuğut. Filallık tuğut hep yürüyüzüz valla. Yuşuran diye köyden olma, Yuşuran. Bana bir tesir kılgan bir hikaye var. Roger Bannister'ın bir hikayesi var. Elijah Cook'un. Elijah Cook kim dese, Elijah Cook Tuluqsuzdan bir o'quvchisi. Bir kuni bu
Sınıfta uxlab qoldi bu. Uxlab qolib qopsa, sınıfta birim bola yo'q. Shunda xijlab ketadi, jab uxlab qoldim deb. Qasa daskada 2 tal matematik misoli bor. Ko'ryapsiz buni topshiriqganda bezilib ketadi bu. Kecha ishlaydi buni. İşlep bulunmaydı. O yerim ki tanıtkandı birini işleydi, yan biriga kuch yetmay uxlab qoldi. Evet, ma'lumning chiqqancha yomon qijilchaliklar kirdi bu. Ma'lum qapolma. Men birini ishlaymadim. Sonra ma'lum qarasa, rost birini ishlagan. Hayron qoldi. Çünkü bu misal nima misal kendisi şu vaqt Amerikadagi eng chong matematik olimlar hal qilamagan misal ketdi. Uni topshiriq deb ishib etgan gap, shuni tansa. Topshiriq deblar. Agar anıqa şu olimlar ishlaymagan desa, ishlaymaydi. Topshiriq deb ishib bitib qolgan gap. İlaca ko'kdan keyin davlat matematik olimlar ketdi. Ha, Roger Bannister. Roger Bannister 1950-yillarda Amerikada yashab o'tgan bir tantarbiyachi, yugurish mahiri. Emet ayni vaqtda bu dunyoda top tanarkachi emas, top deganimiz eng dingji yugarguchi emas, odatga yugarguchi. Ayni vaqtda Amerikada qanday doklad chiqqan desa, bir odamning butun yushurin kuchini chiqarsa dedi. 1 mil oraliqqa, 1 mil deganimiz 1 kilometr hamda 500 metr. 1 kilometr 600 metr keldi. Mushini bir odam eng yuqori nuqtaga chiqsa 4 minut yuguradi. Bo'lmasa 4 minutdan ushib vaqt ketadi degan doklad chiqqan, tushunalmi? 20 yil Amerikalik tantarbiyachi qarang, yakunladimi? 4 minut bir insonning eng yuqori nuqtasi deb yakunladi olimlar, tantarbiyachilar buni isbotlab mengaverdi. Rost deganda 4 minut 5, 4 minut 6, 4 minut 7, 4 minut 8. Tuyuqsiz 1955-yilda Roger Bannister eski tomda ushu chiqqan dedilar. Ana men buzib yutaman dedi. Hem bu o'yincholar davlat tantarbiyachi bo'lganki kishidan diqqatini tortolmadi. Ammo bu 4 yil mashq qildi. Keyin axborot vositalari buningga diqqat qilish boshladi. Rost buzib yutaman deb 4 yil to'shdi. Nah. 4 yildan keyin bu jugadi. Bütün axborot vositalari bor. Zot olimni to'g'rilamdi yoki Roger Bannister. Bu hamma odamni qiziqtirgan bir ko'rinish edi. Yugurdi. 4 minut 16 kun chiqdi. Kishilar ham bir qatim ishindi. Amma Roger Bannister ya chuqur buzib yutimdi. U vaqt yeshimiga 30 olib ketgan, 30 olib ketgan odamning yugurishni unchalarni sunmaydi. Amma 2 yildan keyin rost degandek Roger Bannister 3 minut 59 kun chiqdi. Amma hikoyaning yorqin nuqtasi bu emas. Hikoyaning yorqin nuqtasi nima esa, Roger Bannisterning 3 minut 59 kun chiqqanini anlaganda 2 haftadan keyinmi? Hech qanday mashq qilmay, ammo odatga mashq qilayotgan Avstraliyalik John Locke 3 minut 50 kun chiqdi. 2 haftadan keyin nima ish qildi desa, an buzib etganlik uchun aning kallasiga yushun angda kelaqi cheklanib emasmi? Yuguranmaydi degan gap xatoli bo'ldimi? Ruh o'zini qo'yib yutdi. Ammo yana qiziqarli nimasi, 2 oydan keyin oqaqdan 20 buzib yutdi. 1 yildan keyin 2 odam buzib yutdi rekordni. Bular Roger Bannister mashq qilmagan, faqat mushini angladi. Anglaganning yo'g'i aning xato ekanligini bilgan kundan tortib, ruh cheklanib qiladi ekan, buzib yutdi. Menmi sizlar shu chekni buzib yutinglar deyish uchun kelyapman. Tushunasizlar ya?